Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun ko'pchilik kutib turgan yangi 2 sepli gusеница motorlarimizdan yangi partiyasi kirib keldi. Bu holda ular qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Kimga shu video yoqsa hoziroq bitta like emas kategoriya omad yozib qoldiringlar. Bu holda videomizni boshladik. Hop, bu birinchida turgan 2 sepli gusеница motorlarimiz buni yoqib turlar. Bizim boklari 5 litrli bo'ladi. Yurishlari esa mana shunday zavodlar orqali bo'ladi, satrda emas. Xo'p, o'zlari esa masleni filtr qanaqa ishlashini juda ham traktorchiga yaxshi biladi. Undan tashqari skolar ham pastda juda ham qulay qilib ishlagan, bemalol oyog'ingizni o'zidan ishlata olasiz. Tepaga, pastga, yonga qilib ishlata olasiz. Xo'p, bundan tashqari buni ham bitta afzalligi va avtomat korobka. Buni skorga urganingizdan keyin mana shu qism nuqtani essiz, keyin sizni bu oldiga olib beradi. Bu ezmagingiz joyda turaveradi bu narsa. Xo'p. Endi buni tepa pastga ligrovka qilsa bo'ladi. Ko'rasiz, teshiklari ham mana shu bitta ruchka orqali bemalol ligrovka qilasizlar. Ko'rasiz, tushgan bo'lsa-ma. Mana ko'rasizlar. Endi bu gidravlika nimaga ekan shu? Bitta ruchka ezasiz, chap tomonga o'tadi. Chap tomonda bemalol daraxtlar orasiga kirgansiz ishlab olasiz. Bemalol sizga hech narsa qilmay o'ngga chapga qilib boshqara olasiz. Yana bu ruchka ham ezasiz va o'ng tomonga o'tadi. O'ng tomonda ham bemalol ish qila olasiz. O'zingiz xohlagan tarafga urib olishingiz mumkin. Buni komplektda nimalar bor degan shu komplektlarda frezalar bo'ladi. Xo'p, kim aytayotganimga siz hozirroq videoga bitta like emas bosib qo'ysangiz, mana shu ko'rib turgan shulpovoyni yushlar sizga mutlaqo tenga berib yubora olamiz. Faqatgina tekinga olishni yurib, siz videoga hozirroq bitta like emas bosib qo'ying. Undan keyin gapimiz 2 sepli guseniца motorga yoqilg'ilar salarga oklari 3 litrli yurishlar zavodni orqali yangi torkiga yurib beradi. Satrda emas. Xo'p, buni ham o'ngga chapga ishlatsangiz bo'ladi. Bitta ruchka orqali bemalol xohlagan tomoningizga. Xo'p, bunda ham skolar pastda qilib ishlangan. Bunda avtomat korobka hisoblanadi. Kimga shu turda gusenica motorlar qiziqadigan bo'lsa, ekran pastda nomerini qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin bo'ladi. Bundan keyingi qiziqroq video o'tkazish uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Xayr, jonlar sog' bo'lsin.